Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Bugungi video roligimiz shou biznes olamida san'atni tark etib, butun hayotini oila davrasida va yaqinlari bilan o'tayotgan o'zbek shou biznesi olamidagi mashhurlar haqida bo'lib o'tadi. Video roligimizni boshlamasimizdan oldin video rolik ostidagi podpisatsiya va like tugmalarini bosib bizni kuzatib borishda davom eting. Aktrisa va xonanda sifatida tanilgan Indira Bilolova mashhurlik cho'qqisida san'atdan ketgan edi. 2017-yili italiyalik erkak unga uylanish uchun islomni qabul qilgan. Indira esa san'atni tark etishga majbur bo'lgan deyiladi. Vaqt xayriya jamoat fondi direktori Sardor Rahimxon ham sobiq xonanda. Uning asl ismi Sanjar Rahimov. U mashhurlik cho'qqisida san'atni tark etib, hayotida yangi burilish yasadi. Xonanda ko'pgina davlat tadbirlariga qatnashib, konsert bergan. O'zbek konsert tomonidan uyushtirilgan bir tadbirga qatnashmagani sababli litsenziyasidan mahrum etilgan. Keyinchalik u shou biznesni tark etganini e'lon qilgan. Viva Marakonda guruhidagi Asal ham san'at bilan xayrlashganlardan biri. U ijodini to'xtatib, hattoki 1.400.000 obunachisi bor Instagram sahifasini ham duetdoshiga qoldirib, mashhurlikni tark etgan. Hozirda turmushga chiqqani va chiqmagani noma'lum. Aktyor Akbarxo'ja Rasulov ham san'atni tark etgan. Uning kinofilmdagi ilk roli Xo'ja Nasriddin Uyin boshlandi filmi bo'lib, unda epizodlarda ko'rinish bergan. O'zbek Milliy akademik drama teatri aktrisasi Zilola G'ulomova ham mashhurlikdan voz kechib, oddiy hayotni tanlagan. Million kulgusi jamoasining sobiq a'zosi Mirkomil Musayev bir vaqtlar o'zining sahnadagi zal mutoyibalari bilan tomoshabinlarning qalbini zabt etgan edi, ammo u keyinchalik san'atdan chetga chiqib sahnaga chiqishni to'xtatdi. Ayni paytda u shaxsiy hayotiga ko'proq e'tibor bermoqda. Alisher Botirov ham Million kulgi jamoasining mashhur a'zolaridan biri bo'lgan. Uning aktyorlik mahorati ko'plab muxlislar tomonidan e'tirof etilgan, ammo u ham sahnani tark etgan. Uning sahnadan ketishi sabablari aniq aytilmagan bo'lsa-da, hozirda omma orasida kamnamo bo'lib qolgan. Xonanda aktrisa Madina Mumtoz ham san'atni butunlay tark etgan. U turmush o'rtog'ining talabi bilan faqat ayollar ishtirok etadigan to'ylarda qo'shiq kuylaydi, ammo bir yildan buyon bunday to'ylarda ham ishtirok etmay qo'ygani ma'lum bo'ldi. Xonanda Sevara o'zbek shou biznesida yonib chiqqan xonandalardan biri edi. Afsuski, uning ijodi uzoqqa cho'zilmadi. U oila qurib, farzandli bo'lgach san'atni tark etgan. Xonanda Sardor Rahimxonning xayriya loyihalariga bosh qo'shgan kasbdoshi Doston Ubaydullayev ham ko'p o'tmay san'atni butunlay tark etdi. Xonanda bilan bog'lanib, nimalar bilan bandligiga qiziqdik, ammo u hech qanday tijorat ishi bilan shug'ullanmayotgani, hozirda ilm o'rganayotganini ma'lum qildi. Ulug'bek Rahmatullayev bilan kuylagan Meni yubka ikki qo'shig'i bilan xalqqa tanilgan xonanda Irada Iraliyeva ham san'atni butunlay tark etdi. Hozirda u farzand tarbiyasi bilan shug'ullanmoqda. Qora tun va afsona qo'shiqlari bilan tanilgan xonanda Bonu ham allaqachon san'atni tark etgan. Aynida mashhurlik cho'qqisiga erishganda sud ishi va jiddiy xastaligi bois uning hayoti butunlay o'zgarib ketgan. Diyorbek Mahkamov bolalik chog'idan katta sahnaga chiqib, Shuhrat Qayumov, Manzura kabi mashhur ijodkorlar bilan duet kuylagan, muvaffaqiyatga erishgan. Afsuski, u ijodini 2016-yil to'xtatgan. Sherzod bin taxallusi bilan ijod qilgan komik aktyor Sherzod Sa'dullayev ham san'atni butunlay tark etgan. U ayni kunlarda onasi va turmush o'rtog'i bilan birga AQShda yashayotgani ma'lum bo'ldi. Opa-singillar serialida Diyora rolini ijro etgan Kamol Arslonova ham san'atni butunlay tark etgan. U 8 yildan buyon Turkiyaning Izmir shahrida yashaydi. U Musbit ismli kichik tadbirkorga turmushga chiqqan. Ularning Ehsin ismli qizi bor. Kamol Arslonova qo'l mehnati bilan shug'ullanadi. Shu bilan birga onlayn dars o'tib, hunarini boshqalarga ham o'rgatadi, deyilgan xabar so'ngida.